133 ming. 200 mingga bo'ldi shahar. 33 mingga sotildi to'g'onlar, qarangizlar. Yo'q. 133 mingga. Katta va'ga. Cheganaqa beri oqsoq qoladi. Avval shu bostirgan nima bo'lyapti? Nashetini aytib qo'y. Oqsoq qolgan. Sotuvmi? Ha? Yo'q. Endi Ya assalomu alaykum. Qanchada otasiz aka? Assalomu alaykum. Bizning kanalning ko'ruvchilari, to'g'onlar, bugun Jag'noqat ot bozoridan bordingizlarga salom do'stlar. Bugun 2-mart 2022 yil bo'lib qoldi. Buyursa, otlarni yaxshi otlar tortamiz. Bizning kanalni qo'llab o'rgatindi. Kanalga xat olib, like bosib qo'yingizlar, to'g'onlar. Buyursa, bu otdan boshlaymiz. Aka, qanchada otasiz shuni? Qancha? 200 ming dot qarang'iz. Jashi qanday buni? Jashi 2dan 3ga chiqdi, bishdi. Bishdi ekanda? Qayerdan ot aka bu? Rossiyaniki. Rossiyaniki qo'y. Cho'qshi Rossiyaniki ekan to'g'onlar, qarangizlar. Telefon qoldirasiz aka? Qoldirmaysiz, a? Aka. Qancha so'rashdim aka, sir bo'lsa? Har xil so'rash. So'raqi so'radi. Cho'qshi. Notdan so'raychi, mana boshqacha ot ekan to'g'onlar. Aka, buni jashi qanday? Jozg'a 3 ekan to'g'onlar. Qanchada otasan buni? 300 ming kam bor. Toroda o'zizku ekan? Chilaviski. Nimaga? Chilaviski paroda ekan to'g'onlar. Telefon qoldiramiz aka? Ayting. 0507 0507 81 49 77 nomerga chalaverasizlar to'g'onlar. Bo'yi qancha chiqib bo'ladi aka? 65 uruvinga bo'yi. 65 uruven. Mana uruven ekan to'g'on. Jevchi yaxshi aka? Zo'r ekan mana. Qarangizlar. Otni ko'ringizlar to'g'onlar. Yaxshi. Qanchada otasiz aka shuni? 150 ming. Jashi qanday aka? Jazo Qunon ekan to'g'onlar. 150 ming deb otdir, qarangizlar. Jashniki buni qancha berding? Ya qanchada otasiz aka? 150 ming deb otdir aka. Jashi qanday buni? Qunon ekan to'g'onlar. O'shanda 1,5 ming dollarni tekeragi bo'lib qoladi to'g'onlar. Ya telefon berasiz aka? 59 menen. Qancha? 92. 29. Aka, qayerdan oti bu? Ovqat qilib va parodasi. Parodasi Rossiyadan. Rossiya. Rossiyaga ne to'g'onlar, qarangizlar. Yaxshi. Aka, otni qanchada otasiz? Alindi. Qancha bo'ldi aka? 152.500. Jashi qanday ekan? 3 oz ekan to'g'onlar. 155 ming dedi o'xshaydi to'g'onlar aka. Yaxshi. Ya qanchada otasiz aka qorani? 400. 400. Jashi qanday buni? 5 yashar. Qayerdiki aka bular? Novosibirdan ot ekan to'g'onlar. Bo'yi qancha chiqadi aka? Bilmayotganlar. 65 chiqadi ekan to'g'onlar. Telefon qoldirasizmi? 995 995 00 02 07 to'g'onlar chalaverasizlar to'g'onlar. Bu qancha to'g'on? 400. 400 ming deb qarangizlar. Yaxshi. Ya qayroq sotasizmi aka, oqcha bersa ustiga? Sotiladi. Telefonni ayting unda. Mukammal. Ha, birov oldi buni. Aka. Yaxshi. Toruni qanchada otdi, toruni? Ya qanchada otasiz aka otdi? Maşallah. Ya qanchadasiz toruni aka?
250 mi? Yaş qanday? 3 as ekan to'g'onlar. Telefon qoldirasiz aka? Ayting. Telefon qoldirasizmi? Yo'q, qoldirmaysiz, ha? Yaxshi. Siz qanchada otasiz aka? 160 ming. Yaş qanday? 6 yashar ekan. 160 ming so'm. To'g'ri. Telefonni bermaysan? Yaxshi. 160 ming otdi to'g'onlar. Telefonni aytmadi. Aka siz qanchada otasiz? 140 ming. Yaş qanday bu? Ulog bormi? Yuri bor. Ishichi? Telefonni ayting anda. 709 ming. 80 81 6804 nomeriga chalaverasiz to'g'ri. Yaxshi. Qayerdan ot aka bu? O'zgöndan ot ekan to'g'rilar. Yaxshi. Ash bola qatirib qo'ydi. Rasulja ma'qul. Bo'ldi degan to'g'rilar. Yash qanday ekan bu otning? Maxsi. Yash 3 yashar. 3 yashar. Ya munojarda Ulug' Mirzo ham turibdi-ku, to'g'onlar. 3 yashar ekan-da. Qancha bo'lib turadi? O'rasi polvon millat. Ya qancha chiqdi aka shular? Qaysi? Ha, bu yoqda bo'ldi-ku. O'ni bog'i bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bakam bormi? Oldash o'tadi. Ikkitadan Aka do'stlar, mana yerda bo'ldi, qarangizlar, mana 3 yashar ekan. Bol tortmaysiz aka. Tortmaydi tur. Aka 200 mingga bol tortgan to'g'onlar. Boyu qancha chiqadi ama? 1.65 chiqadi ekan to'g'onlar. Qayerdan oti bu? Bu Rossiya men Alloh ekan, qarangizlar. Ya to'g'onlar, klass pasportingizlar. Kanalga qattiq olib ajilda bo'ldi, qarangizlar. 133 200 mingga bo'lishadi. 33 mingga sotildi to'g'onlar, qarangizlar. Yo'q. 133 mingga. Katta manga. Nashetini aytib qo'y. Ya assalomu alaykum. Qanchada otasiz aka? Hozirgi uchunda yer 180. Yo'lbarslar muqobil mandardi. Paroda qanday ekan bu? Parodas. Dachakmi? 180 ming deyapti onda. Dachak ekan. Shirqlarga chiqib bosib, Jash qanday ekan bu? mandarga dilka bosib, Jazga 4. o'shaning uchun baribir Jazga 4 ekan. 180 ming so'm deyapti aka. Telefon qoldirasizmi? 73 bilan 04 64. Aka orqaroq aytangchi bir otib ko'raylik. Aka, Dachak 180 ming deyapti to'g'onlar, qarangizlar. Kemi bo'lov aka? Kemi bo'ladi? Kemi bor ekan. Yaxshi. Qanchada otasiz aka? 120 deyapti. 120. Nesi bor aka bunda? Bor. Bor ekan to'g'onlar. 120 ming o'ta arzon aytdi. Qayerdan ot aka? Qarag'ashti. Telefonni aytasizmi? Dokument olgan, o'shansiz surat
Telefonunu ayting. 22 milyon. Aha. 16 83 28. Aka çalaverasizlar to'g'onlar. Otda ko'rib qo'yamiz. Жақсы. O'ta arzon aytdi. 120 ming. Gidada 1,5 ming dollarga jetpay etgan to'g'onlar. Qarangizlar, bo'yida 1,60 ga yaqinlab qoladi. Aka bu ko'kni qanchada otasiz? 120. Jash qanday aka? Jonasi 120 ming so'mda otdi. Telefon ayting anda. 55 bilan 53 20 19 ekan. 53 bilan. Boy qancha chiqadi aka? Bilasa, paroda qandaymi? Arlovski. Arlov ekan to'g'onlar. Bo'lgan ertadan bergi ko'rinishlarni berishicha aytib desangizlar. Jash qanday ekanmi? 1,5 yaş. Poltarash ekan-da. Jaza qunon bo'ladi ekan-da, bunday aytganda. Qanchada otasiz bunda? 200 ming. 200 ming. Parodachi? Paroda Bishkek. Bu yerda mallar jo'g'onadi, qeyri yerlarda chilqilar jo'g'onadi. Telefonni aytasizmi aka? Qo'rg'on organlarida sizlar uchun tayinishning yo'li eng yaxshi yo'li. Ilka tayilgan bo'lsa, chiptasilgan bo'lsa, tayinishga o'ynaveradi. Sebebi bu siz tayinmay turdilar.